Assalomu alaykum Infaziya YouTube kanali ko'rishlari. Aravon rayonida Matisayev ko'chasida 2 sotlik maydoni bo'lgan tayyor uy sotiladi. Bu yerga biz mana bu yo'ldan keldik. To'g'riga borsangiz Hamza maktabiga borasiz. Hozir ichkariga kirib, O'sh bozor agentsiyasining blogeri bo'lgan Ozodbek ukamiz bilan olib boramiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Mana akalar, xonadonimiz ko'ryapsizlar. Tayyor, kiriblar yashaydigan remontlarni ko'ryapsizmi aka? Remontillar tayyor bo'lgan, shunaqa jemchuklardan bo'lgan aka. Bu yerda ikki xonamiz bor. Oldida koridori bor. Bu xonada endi odamlar yashayapti. Filtr suvlarigacha issiq suv, sovuq suvdan muammo yo'q. Kiriblar yashaydigan aka. Bundan tashqari aka, bu joyimizda dusham qilib demaydi. Oladi, yashaydi. Bu yerda mana kir mashinalar, bu yerda mana dushlar. Ko'ryapsizlar, kiriblar issiq suv, sovuq suvdan, grantdan muammo yo'q. Ko'ryapsizlar, uyimiz sentrda, asfalt yo'lda boshlangan. Buni ikkinchi etaji ham bor aka. Ikkinchi etaji, ya'ni bu lestnitsadan chiqib ketadi. Ikkinchi etajga chiqmay qo'yaylik aka, endi joylar tashalgan, bir qator o'ziga moslab remont qilib olsa bo'laveradi aka. Mana haqiqatan juda ham chiroyli solingan ekan. Tayyor kirasiz, yashaysiz. Uka, bu baholari qanaqa bo'lyapti buni? Aka, uyimiz 7 million, 5,5 million chiqdi. 5,5 milliondan oz-moz kam bor. Bundan tashqari variant yo'llarini ham kelishsa bo'laveradi. Akalar, ko'ryapsizlar. Bunaqa xonadon doim ham chiqarmaydi. Mana zeloniy zonalari, bu yerda hojatxonalari hamma yo'q qaralgan. Naveslar qo'ysa bo'ldi. Maza qilib yashaydi. Agar bu uy haqida to'liq ma'lumot olaman desa aka, 0995 bilan 012300 raqamiga aloqaga chiqsin. Chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Agar Infaziyaga reklama qilmoqchi bo'lsa, aka o'zingiz Infaziyaning reklama nomeringizni aytib ko'radi. Bu hujjatlari yaxshimi? Hujjatlarda muammo yo'q. Siraz nomiga oformlab bo'lganda pulni sanab beraveradi. Mana aziz muxlislar, ko'rdinglar. Barcha ma'lumotlarni sizlarga qo'ldan kelgancha berdik. Agar sizlar Infaziya YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar yoki domlar sotmoqchi bo'lsangiz 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.